3. Akalar mollarimizni zo'rdan ketdi. Bittadan vaqtda tirsilatib tursalar, mollarimizni narxi ham arzonlashadi. Arzonlashadimi? Ha? Javobmi? Javob. Bo'ldi gap. Assalomu alaykum. Said Akbar Rus kanalining ashaddiy obunachilar bugun kechki dasturlarga faqat arzon joylaridan haliga qaynab turgan tandir deydi-yu, qaynab turganlaridan Xudo xolasa o'zi oriq, lekin yosh kurashchilar yoshlaridan bo'g'oz variantlaridan Xudo xolasa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroyda Toshloq mahallasidamiz akalar. Xudo xolasa to'rbosh bo'g'ozimiz, bitta ona bolamiz, bitta Grenford novasimiz bor ekan akalar. Xudo xolasa mana shuni chiroyli qilib narx-navolarni akamiz bilan birga yoritib, chiroyli qilib sizlarga efirga taqdim qilamiz. Xo'p. Manzilda aytdik, hafta kuniga seshanba 2026-yil 30-iyun sanasida akalar video syomkamiz bo'lib o'tyapti. Adhamjon aka, assalomu alaykum. Shukrimsiz, charchamayapsizmi aka? Obunachilar, assalomu alaykum. Bitta like bosh tursalarni qo'llab-quvvatlab, xudo xolasa yengil qo'yamiz. Xudo xolasa. Inshaalloh bir hafta ichida sinovi bor. Aha. Behijola. Dastlabki hamma el qatori aka vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab qilib berilaveradi. Bo'ldi aka. Qaysi tomondan boshlaymiz? Aka, shu ona boladan boshlaylikmi? Nima dedingiz? Aka, bu molni bor, shu dalaga qo'yib beradigan mol ekan. Shunaqa. 1.18 mi? Shunaqa, 1.18. Bo'ldi aka. Bolasi shibet ekan aka. 4 kurak. Kuragi to'rtta. Ochaymi, shatmasmi? Ya aka, to'rtta dedingiz, to'rtta bo'ldi. Mana bolachasini, Yechmay qo'ying, zo'r emayapti ekan. bolachasini ko'rsatdim, juda shvedcha. Akalar mana o'zlar obunachilar biladi aka, men shved turishligimni. Akalar mana o'zimiz sotayotgan shvedni jicha kichikroq varianti. Xudo xolasa. Aka, buni sotish oson. Ha? Sizda gap. Ha, bo'ldi, bo'lsa. Yengil. Ha, molni reklama qilishdan maqsad nima bo'lsa, maqsad sotish aka. Buni million qo'ysangiz avring demaymiz biz. To'g'ri. To'g'risi, maqsad sotish. Yengil qo'ying aka. Qancha yana bola? 21 million 500 mingga xayri bor. 21 million 500 mingga? Xayri bor. Vodiy bo'ylab dastlabga qilib beraman. Vodiy bo'ylab dastlabga qilib beradi. 500 ni olib tashlash iloji yo'qmi? Sizdan bunachilarni deb tashlayman. 500 ni olib tashlash 21 Maqsad million. sotish. Aka, bo'ldi aka, shunaqa bo'lsin. Akalar mana shuni ham bozorga olib chiqsalarim, endi o'zlaringga aql bo'lmaysizlarga. Yaxshi pul oladi, nasa pullaringda to'rkurak xunojin puldan ham arzonga tushyapti. Aka, bu bo'g'oz bu? Bu bo'g'oz 4 oylik. Suti ham bor buni. Suti ham bor. 3 oylikka beraman. 3 oylikka berasiz. Bu yoshligini ko'ring. Huquqlari o'ta ideal holatda. Xudo Akalar, xolasa. o'zimiz ilgari yoshligimizda boqilgan qora molimizdan aka. 15 plyusga olishaversin ha. Bo'yini, ha? Bo'yini 15 plyus. Bo'yi 1.15. Ostlarini ham ko'rsatib qo'ying. Xudo xolasa. Yaxshi ko'rsatdik. Xudo xolasa o'ta chiroyli holat. Shu shart emas so'lgan. Hop. O'ta yuvosh. Endi uvalomasini so'mayib. Ha, Adhamjon aka, bu ham o'sha gap. 3 oylik bo'g'ozimiz qancha? Bu 14 million xayri bor deyik. Maqsad sotish. Realni gapmi aka? Realni gap. Hazil gap yo'q-a? Yo'q. Aka, men qo'lda oling. Bo'ldi baraka. Barakasi. Yo'q, so'ramayman. So'ramayman. Nimaga desangiz, buni 13 million, 13,5 qilib bering kerak, chunki 14 million so'mga bo'g'oz mol hech qayda yo'q. Xayri ham bor. Xayri ham bormi? Bo'ldi. Bo'ldi. Demak, o'sha men aytgan 13,5 ga borib qolar ekan. 13 million sizga 600-700 ga berib qolar Bu ekan. 6 oylik bu. Bu 6 oylik. Kuragichi. Bu 5 oylik. Unisi 5 oylik. 5 oylik. Kuragi nechta? Ikkalasi. Ikkalasi. Ikkalasi ham 8 tadan. 8 tadan. Bo'ldi. Bo'ylari bir 15 plyusga olishaversin. Xo'p, bo'pti aka. Tashab qo'yam metr. Tashlasangiz, aka, aslida bo'y muhim emas-ku. Muhimman. Bularda hozir narxini qo'yib bersangiz, shunday hisoblab matematik 1.18 ekan. 1.15 ga olishaveradi. bo'ldi aka. Buni yema-ichmog'i bir hafta sinov bor, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab dastlabki qadamida. Oylig'ini qancha dedik? Necha oylik bo'g'oz? 6 oylik, 5 oylik. 6 oylik, 5 oylik bo'g'ozlar akalar. Hop. Xudo xolasa tekshirib olishadi borganda. Qisir bo'lsa qaytarib berishadi. Bo'ldi, o'g'a narxi 16,5 dan berishaversin. 33 million. 33 million. Ozgina xayr qilib beraman aka. Yo'q, ozgina xayr qilib bermaysiz aka. Molingizni yo'lida aytganingizni yo'lida olib keldim. Molingiz bor, tushib berasiz. Tushib Bitta beraman. qimmat. Bo'ldi. Labizingizga tushib beraman. Chunki haligida mana o'sha atrofda polni bo'g'oz mollar qo'yyapman-da aka. Bo'ldi, tushib beraman. Haliga tas bo'lsin, qancha tushib berasiz? Aytingchi o'zingiz oldin. 32,5 million olmadingiz? 32,5 million qami? Ikkalasini bir joyga. Dastlabki meni bo'ynimga. Vodiy bo'ylab. Ayrilib qolsachi? Kelishamiz. Bo'ldi aka. Chiroyli narx berasiz lekin Xudo aka. xolasa telefon qilishaversin bitadi ish. Obunachilar mana like turib pastda anaqa tirsillar. Buchi aka? Bu
7 oylar bo'g'oz. O, O'tgan ana. ham shekilli mo'ljalda. O ana, yelilari ham oq variantida. Xudo xolasa, ostlarini chiroyli. ko'rsating. Xudo xolasa mol yaxshi. Akalar molni yetalab tashqariga olib chiqsak mollar boshqacha ko'rinadi. Просто joyimiz tor, akamizni ovora qilmaylar deyapmiz. Mollar o'ta pariyatni holatda mollar. Mana buni yuvoshligini Ana ko'ring. aka, gap bo'lishi mumkin emas. 7 oylikqa beraveraman. Endi chichapcha plyus minus Alloh biladi. Ha, yaxshi. u olingan narsa shunaqa aka, Ha. 15 kun plyus minus. Tekshirib olishadi. So'ramaydigan aytaymi? Endi aytavering-chi. Hayron qolasiz siz ham. 17,5 million yetkazib boraman vodiy bo'ylab. 17,5 million. Yeb ichishga bir haftasini olishadi. O'tib ham berasizmi? Ozgina xayr qilib beraman. Ozgina xayr qilib O'zlariga. berasizmi? Bo'ladimi? Bo'ladi aka. Men ozgina xayr qilib berganingizda hozir menga 200 ming o'tib bersangiz, obunachilar 300 ming o'tib bersangiz 17 millionga yetib borar ekan-da. O'tib beraman. Bo'lyapti. Ana aka, buqa. Greenford bu. Greenford deganlar, yana oyoqlarini qaranglar, tuyoqlari o'ta zo'r holatda. 20 Obunachilar. plyus ekan. O'tgan yili yoz mana shu oyda sotganman. Bu fura deb ana shulardan ekan aka. Xudo xolasa. O'zi Greenford deganda kanalda chiqsa aka o'zi qora aka, o'shalardanmi deydigan bo'lib qolyapti odamlar. Ha. Lekin undan emas bu. Qancha aka buni puli? Buni yopishtirib biroq aytdi 27,5 yetib boradi vodiy bo'ylab. 27,5 ga. Ha. Aka haqi bo'lmaysizmi gapirishni? Yo'q, gapiravering. Necha qimmat qo'ydingiz? Hech pul qo'y ayting. Hozirgi bozorda bugungi Shahidonda reklamasidan ham to'g'risini aytaman, necha qimmat qo'ydingiz? Necha tushib berasiz? Shu beraman. Qancha tushib berasiz? Ha, siz ayting bo'pti qimmat qo'ygan bo'lsa. Qancha qo'yib beray? Aka 26 million 8 ga chiqib ketdi shu bugun. Ashi bilan bir xil ekan. Siz mayli dastlabkasi ichida buni 27 million qo'yib bering. Labzingizda Yo'l oldim. kira qilasizda siz ham. Labzingizda Aka gap oldim. bo'lishi mumkin. Sinmasin labzingiz. Barakasini bersin, bo'ldi. Akalar biladi obunachilar, hamma bozordagi dushanbadan boshqa kuni faqat bozor joylayman. Bo'ldi. Chunki haliga bo'lsa, mana sizga o'xshab, o'zimga o'xshab sotayotganlarga ishda bir qimmat arzonsa, palonchi videomda bor, ko'r deydigan holatga oson bo'lsa. Aka bugunga tugadi? Tugadi xudo xolasa. Xo'p, akalar bugungi video roligimizni shu yerda yakunlaymiz. Bu akamiz molxonasiga birinchi marta kelishimiz. Xudo xolasa like bosib, obuna tugmachalarini bosib, chiroyli qilib savdoni qilib turasizlar. Keyingi videolarda chiroyli holatda, oramizdan xato bo'lmagan holatda yurtimiz, xalqimiz, qishlog'imiz, xonadonimiz tinch bo'lgan holatda ko'rish hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.